Assalomu alaykum barchaga. Bugun 60 tali avgust qo'yish jarayoni ketyapti. Avgustimiz mana shu zdaniyaga 3-chi etajga qo'yilyapti. Zdaniyamiz kattagina 30 joy. Sizga jarayonlarni ko'rsatamiz. Konditsionerimiz komplektlari, kabellari chiqadi, shlangi. Bu 380 ga ulanadigan kabel alohida. Noshkalari bo'lmaydi, tashqi blokka. Hamma yo'q bor, ko'rsatamiz jarayonni. Xo'p, klient talabidan kelib chiqib, mashqga qo'yiladi, чтобы mayoqqa primoy qilishlik uchun kliyentdan teshib chiqarib yuboriladi. Tashqi agregatimiz mana shu 3-chi etajda balkonida. Klient talabiga asosan mashqga qo'yiladigan bo'lyapti. Buni havoga jildirishimiz mumkin. Buni bilan qo'yiladi. Yaxshilab vakuum qilib olamiz. Hozir 15-20 minut qo'yamiz vakuumni. Endi kabelni ulaymiz. Kabel shu ichkaridan chiqayotganda nominatsiyasiga qarab ulab qo'yiladi. Shu ichkarida keyin 3 faza ulanadi. Konditsionerimizdan chiqayotgan ulanadigan 4 fazni olamiz. Hozir buni ko'rib olamiz. Qaysi biri 1, 2, 3, qaysi biri 0. Ko'pincha odatda mana 4 bo'ladi hozir. Ya'ni endi ko'rib olamiz. Buni mana bu yerda sxemasi bor. Sxemasidan ko'rib olsa ham bo'ladi. Mana nimasini ham ochdik. Demak, bizda kulrang, qora, jigarrang, 0 ga ko'kni berar ekanmiz. Shunday qilib, har tomonda ham ulaymiz hozir. Hozir avtomatimizni ochib oldik. Endi ulashimiz kerak, faqat bu yerda hozir pitaniya bor. Pitaniyani tekshirib olsak ham bo'ladi. Tok bor deganmi? Mana shu holatda ochib, mana holatda o'chib. Hozir nimadan ham tekshirib olamiz. Например, kelishtiruvdan. Sesam 0 bilan bersak 220 bo'ladi. Qaysi kichikroq. Demak, avtomatimiz bizda o'chiq turibdi, bemalol maqsak bo'ladi. Qarab o'chib, bunday ulab oldik hozir. Mana zaziringizni kelib bo'lmaydi. Buni kesib tashlaymiz shu boshqa nimaga aloq qilmasin uchun. Bunday qilib qatirib qo'yiladi. Vakuum qilib oldik. Yaqin yarim soat turdi. Endi sekin nima qilamiz? Buni chiqarmay turib ozgina padachani ochib olamiz. 0 ga cho'kib olguncha. Endi chiqarsak, чтобы ichkariga havo tortmaslik kerak. Chiqarib olamiz. Endi qo'lni ochib olamiz.
zagochkalarni yaxshilab qatirib qo'yamiz. Bo'lmasam bittani qo'yadi. Payti kelib. Bismillah olib sekin yoqib tekshiramiz. Bismillah. Maksimal pastga qo'yib qator polni tekshirib olamiz. Ishlashlarini hozir. Pultni ham bor, pultni ham tekshirib olamiz. Xudo skansiyani qo'yib bo'ldik. Ishlashlari zo'r. Bormoytga turdik. Yerda ham sezilarli. Tashqi bortimiz ham hop, suvni qaytdanga qilib krentalarga asosan bunaqa chiqarib oldik. Buni o'sha agarga sho'radi. Tashqi bortimiz ishlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.